Assalomu alaykum hammaga. Bugun 22-oktyabr 2025-yil. Xudo xohlasa Shovot bozoriga keldik. Shu uchuvni oldik. 39,5 million bo'ldi shu uchuv. Bag'atan o'jlar. Bu uchuv. Hozir Xudo xohlasa o'lchab ko'ramiz. Necha so'mdan tushganini ko'rasizlar Xudo xohlasa. Kichkina malında teraziga qimmat tushadi. Shundan shunga qarab bagaman deyapti. O'zgarishini ko'ramiz Xudo. Birinchisi Xudo xohlasa. O, yo'qda bu Sabir aka 226 kilo keldi. Basın. Mana 226 kilo. Anazar. Ikkinchisi to'xtatdim. Ikkinchisi 194 kilo. Uchinchisi bu Xudo xohlasa. Yaxshi 215 kilo ekan Sabir aka.